Mo'ralama! Kelin bo'lar yor. İsmat bu uyda vapshi yotib o'ylab turgan yo'q bu yetmaging dastidan nima yeshak degan o'tdimi? Rossiyaga ketasan degandim. Shunga ketmaslikka harakat qilyapti. Baribir ketasan undan keyin ko'r. Mana yangi ixtiro, o'tib ekan apparat. Buni 3 ta sko'risi bor. Birinchisi sal sekin, ikkinchisi sal tezroq, uchinchisi bali tez. Endi qiynalishni o'tlaverishadi. Qanday yoqasan buni? Buni uyda reska olib kelib, yana tiqib o'rib ishlataverasiz to'kib. Va kim oladi buni? Buni mana bamaki yangi ixtiro mana o't apparat. Bu to'kda ishlaydi. Benzin rasxod qilmaysiz mana. Zo'r bamaki. Olasizmi? Buni nima qilaman? Men undan ko'ra o'roqda o'ranib yaxshi ko'raman. Zo'r ishlaydi bu mana qarang. Yoqasiz to'kat xidoy shunday o'rasiz o'tlar. Yengilgina. Oling amaki shuni iltimosdan oling. Qancha pul bu jiyan? 1 million. Oling amaki iltimos. 1 million? Dadang Rossiyaga senga bilet olib qo'yganmi? Avo. Ha ketib, nima qilasan o'zing bunday qiynab? Shundan o'tib bilaman. Charx toshku, jilli. Ha o'tlar. Ketay Rossiyaga. Amaki oling shuni iltimos. Qarang yangi nasos ixtiro qildim. Ko'rasiz mana. Hamda ustini bossangiz suv chiqaradi. Xohlasangiz qo'lingizni yuvsangiz ham bo'ladi. Benzin, to'kish narsa rasxod qilmaydi. Faqat ustidan bossangiz bo'ldi. Qanday? Endi ketmanmi Rossiyaga? O'tiga kirgizib qo'yibachan baxlashgani. Nima kulyapsiz? Yo'q, bachangiz Rossiyaga ketmaslik uchun haddi harakat qilyapti. Baribir ketarmi undan keyin? Endi bu nasibcha bilan ketadi hamda. Mana yangi ixtirom televizor degan apparat yaratdim. Bunda har xil telekanallar ko'rsangizlar bo'ladi. Ana Zo'r TV, Milliy TVlari, to'kda ishlaydi, hech qanaqa benzin rasxod qilmaydi. Pultni olib endi yarataman pultini ham. Zo'rmi? Nechinchisiga oldingiz bileti? 27-sida. O'zi 2 kun qolibdi.